Bo'larkanu ha deb baqlajonni yozgi kunida yog'da qovurib, hidini chiqarmasdan boshqa retsept qilsa ham. Bir dona baqlajonni olib, videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. E'tibor beramiz, shunaqa holatda bo'lishi kerak va baqlajonlarimizni sovuq suvga solib, bir osh qoshiq tuz solib olamiz. Og'zini bekitib, 15-20 daqiqaga olib qo'yamiz. Ichiga ketadigan nachinkasiga tvorojniy sir, ukropni yaxshilab maydalab qo'shib olamiz va bir dona chesnokni qirg'ichdan yaxshilab chiqarib olamiz. Nachinkamizni yaxshilab aralashtirib, shunaqa suyuq holatga keltiramiz. Tayyor bo'lgan baqlajonlarimizni pergament solingan listga chiroyli qilib terib olamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sirimizni bir tekisda yoyib, pechkaga solib 15-20 daqiqada olamiz. E'tibor beramiz, usti qizarib shunaqa ko'rishga bo'lishi kerak va nachinkamizni solib bir tekisda yoyib olamiz. Va ustiga pomidor, salatni bargni qo'yib o'rab olamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Obuna bo'lib, like bosib esdan chiqmasin. Obunachilar, mazasiga gap yo'q. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'yishni esdan chiqaringlar. Hammalarga rahmat.